Ramyon va piyoz, qalampir tayyor. Mani oila a'zolarim yoshligimdan qalampir yeyishimni taqiqlashgan. Yoshligimdan qalampir yeyishimni xohlashgan. Baribir yeyveraman. Xitoyliklar, koreyaliklar duch kelgan narsani yeb ketishaveradi deyishadi. Yo'q, unaqa emas. Narsani bilishimning sababi mani dadam 10 yillar, 10 yillar Koreyada xizmat qilganlar. Men juda ham ko'p so'rayman. Koreyscha ham polni biladilar. Men juda ham ko'p so'raganman-da. Mani maktabda sinfdoshlarim ustimdan kulardi. Nima sababi dedim Koreyada yashagan uchun. Dadang qurbaqa ham yeydi, hamma narsa ketaveradi deyishardi. Men esa bu narsani dadamdan so'rardim. Dada rostdan ham sinfdoshlarim ustimdan kulyapti. Siz shunaqa narsalar yeysizmi deganimda, dadam yo'q. Hamma joyi ham unaqa emas. Biz guruch yeymiz, eng halol mahsulotlar deymiz. Lekin unaqa odamlar ham bor. Biza unaqa emas. Hammasi ham unaqa emas deganlar. Shunday qilib, hamma xitoyliklar ham, koreyslar ham duch kelgan narsani ketavermaydi. Ularning ham halollari bor. Juda ham qiziqaman Koreyaga borishda. Eng katta orzularimdan biri Koreyaga borish. Posyolka qilarlar, o'taydilar, posyolka bor edi. O'zlari kelmasalar ham bizga har doim shokoladlar, shirinliklar, idish-tovoq, kiyim-kechak hamma narsa jo'natib turganlar. Dadam Koreyada ishlagan paytlari mana bunaqa sensorli telefonlar juda ham kam bo'lgan. Deyarli misol bizning oilamizda hech kimda sensorli telefon bo'lmagan. Men o'sha payt 8-9 yoshli bo'lganman. Bizning bironta oilamizdagi insonlarda sensor telefon bo'lmagan, hammada perfektum bo'lgan. O'shilib gaplaydigan telefonlar eng chiqqan payt edi, o'shanaqa bor edi. Biz dadam bilan onlayn gaplasha olmaganmiz. Faqat biz rasmlarda gaplashganmiz. Yana kimda shunday bo'lgan? Bizda shunday bo'lgan, rasmlar orqali gaplashganmiz, telefon orqali gaplashganmiz, hatto ko'rishib gaplasha olmaganmiz. Rasmxonalar bo'lardi. Rasmxonalarga borib, rasmni tushib jo'natardik. Unaqa rasmlar haligacha telefonimda. Meni yoshligim bu. Ko'ryapsizlar? Bunisi ammam, amakim, tog'am va ayam, akam. Beshovimiz tushganmiz. Dadamga posyolka qilganmiz. Bunaqa rasmlardan bizda juda ham ko'p. Dadam uzoqda xizmat qilganlar. Bizga hamma narsa yetarli bo'lgan. Uyimiz ham, joyimiz ham, hamma narsa jo'natganlar. Puldan ham muammo bo'lmagan, hamma narsa zo'r bo'lgan. Lekin ota mehr bo'lmagan bizga. Chunki dadamiz uzoqda bo'lgan. Ota mehr yetishmagan. Lekin men kambag'al yashasak ham, hech narsamiz bo'lmasa ham, otamiz yonimizda bo'lishini xohlaganman va haligacha ham shunaqa fikrdaman. Sizlarchi, sizlar qanaqa fikrdasizlar? Hech narsangiz bo'lmasin, kambag'al yashang, nochor yashang. Ko'proq ovqat yemang, kamroq ovqat yeng. Ko'proq kiyim kiymang, kamroq kiyim kiying. Lekin otangiz bilan onangiz yonida bo'lish bu boshqacha narsa. 2000-yillar bormi oramizda? Hozir meni ko'rib turgan bo'lsangiz, nechinchi yilsiz? Kommentariyada yozing. Va sizda ham otangizmi, onangiz bilan chetda xizmat qilganmi? Siz ham bu kunlar ko'rganmisiz? Siz ham otangiz bilan onangiz bilan ko'rishib gaplasha olmasdan, xuddi bizga o'xshab, posyolka orqali rasmlar jo'natib, shunaqa bo'lganmisiz ham hayotingizda? Agar bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib keting. Bu juda katta xotira. Misol bitta mana shu o'zimni gapirib berayotgan hayotim orqali kimlarnidir hayotini esga sovuraman. Chunki bunaqa narsa bitta menda emas, juda ko'pchilikda bo'lgan.